Kecha Ispaniya Kubogining yarim final javob o'yinlariga start berildi. Unda Real jamoasi o'z maydonida Real Sociedad klubini mehmon qildi. Umumiy 8 ta gol urilgan mazkur bahs dramatik tarzda o'tdi va qo'shimcha bo'limlarga qadar cho'zildi. Uchrashuvda Real jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti aralash tarkibni maydonga tushirdi. FIFA kunlaridan so'ng mushaklarda og'riq sezayotgan Thibaut Courtois mazkur o'yinda ham qaydnomaga kiritilmadi va darvozada uning o'rnini Andrei Lunin egalladi. Leganesga qarshi bahsda himoya chizig'ida asosiy tarkibda harakat qilgan Antonio Rudiger va Fran Garsiyaga ham bu bahsda biroz dam berildi va ularning o'rnini Eduardo Camavinga hamda David Alaba egallashdi. Raul Asensio hamda Lucas Vazquez esa o'z o'rinlarida qolishdi. La Liganing 29-turdagi o'yinni o'tkazib yuborgan, Janubiy Amerikadan uzoq masofa bosib o'tib kelgan Federico Valverde, Vinicius Junior, Rodrigo va Endrick ham asosiy tarkibga kiritildi. Tayanch zona esa Aurelian Tchouameniga ishonib topshirildi. Courtoisdan tashqari Ceballos, Mendy, Militao va Carvajal ham jarohat sababli bo'yinni o'tkazib yuborishdi. Mehmonlar tarkibida esa asosiy yo'qotish Bryce Mendes bo'ldi. Hujumkor yarim himoyachi joriy mavsum San Sebastianliklar safida eng muhim futbolchilardan hisoblanadi va Realga qarshi ilk o'yinda ham basklar safida eng yuqori ballni olgan edi. Emmanuel Alguacil shogirdlari ilk o'yinda mag'lub bo'lganlari bois ham javob o'yinida ko'proq tavakkal qilishga majbur edilar va shu sababli ham uchrashuv startidanoq ular bosim o'tkazishga harakat qilishdi. Shunday vaziyatlardan birida chap qanotda Ander Barrenechea darvozabon bilan birga bir vaziyatga qochib ketdi va o'z imkoniyatidan unumli foydalandi. Uni qo'riqlashi kerak bo'lgan Lucas Vazquez esa xatoga yo'l qo'ydi. Bu o'tkazib yuborilgan goldan keyin mezbonlar sekin-astalik bilan faollikni oshira boshlashdi. 30-daqiqaga kelib muvozanat tiklandi. Vinicius Juniorning uzatmasidan so'ng Endrick uchrashuvda hisobni tenglashtirdi. Bu 18 yoshli iqtidor uchun joriy mavsum Ispaniya Kubogidagi 5-golga aylandi va u turnirning eng yaxshi to'purari bo'lib turgan Atletico hujumchisi Julian Alvarezga yetib oldi. Endrick bu goldan sal avvalroq akrobatik uslubda gol urishi ham mumkin edi, ammo uning so'nggi zarbasiga aniqlik yetishmadi. Agar bu zarba aniq chiqqanda, shubhasiz joriy mavsumdagi eng chiroyli gollardan biriga guvoh bo'lishimiz mumkin edi. Ikkinchi bo'limda Ancelotti shogirdlari tempni oshirishdi va ketma-ket xavfli vaziyatlar yarata boshlashdi. Ammo urinishlardan naf chiqmadi. Bora-bora madridliklar xuddi hisobdan yana qanoatlangandek shoshmasdan harakat qila boshlashdi. Endrick o'rniga zaxiradan maydonga tushirilgan Kylian Mbappe ham o'yinga ijobiy ta'sir o'tkaza olmadi. Buning evaziga mehmonlar sekin-asta tashabbusni qo'lga olishni boshlashdi va 70-daqiqada buning evaziga standart vaziyatdan hisobni tenglashtirishga juda ham yaqin kelishdi. Biroq Luninning mahorati gol bo'lishiga to'sqinlik qildi. Real uchun bu ogohlik qo'ng'irog'i bo'lishi kerak edi, ammo mezbonlar buni his qilishmadi. 72-daqiqada Pablo Marinning o'ng qanotdan boshlangan reydini David Alaba avtogol bilan yakunlab qo'ydi va Andrei Lunin o'yinda ikkinchi marotaba oyoqlari orasidan to'pni o'tkazib yubordi va shu tariqa ikki o'yin natijasiga ko'ra hisob yana tenglashdi. Bu mehmonlarning o'ziga bo'lgan ishonchi oshishiga ham sabab bo'ldi va ular yana faollikni oshirishdi. Shunday vaziyatlardan birida Mikel Oyarsabalning uzoq masofadan yo'llagan zarbasi yo'l-yo'lakay jarima maydoni ichida yotgan Alabaga tegib, o'z yo'nalishini o'zgartirdi va darvozaga kirib ketdi. Bu gol Bernabeuga yig'ilgan madridlik muxlislarni shok holatiga tushirib qo'ydi. Chunki o'yin tugashiga 10 daqiqa qolgan bir pallada Real endi ta'qibchi roliga o'tib qolgandi. Ammo Ancelotti shogirdlariga bu o'ziga xos tarsaki ta'sir qildi va jamoa futbolchilari tezda bunga javob qaytarishdi. 82-daqiqada Vini boshlagan reydni Jude Bellingham gol bilan yakunladi. Hisob 2-3, ikki o'yin natijasiga ko'ra esa 3-3. Oradan ko'p ham o'tmasdan Viniciusning o'zi ham gol urishi mumkin edi, ammo Real Sociedad posboni Alex Remiro so'nggi lahzada to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Biroq bu jarima zarbasidan so'ng Real futbolchilari baribir gol urishdi. Rodrigoning uzatmasidan so'ng Aurelian Tchouameni boshi bilan darvozani ishg'ol qildi. 3-3, ikki o'yin natijasiga ko'ra esa 4-3.
Realni bu hisob qanoatlantirardi. Shu bois Ancelotti shogirdlari doimgidek o'z uslubida tashabbusni raqibga qo'sh-qo'llab topshirishdi va buning evaziga 90+3 daqiqada jarima zarbasidan o'z darvozalaridan yana bir bor to'p olib chiqishdi. Mikel Oyarzabal Sergi Gomesning uzatmasidan so'ng boshi bilan gol urdi. Shu tariqa g'olib nomi ekstra taymlarda aniqlanadigan bo'ldi. Ancelotti qo'shimcha bo'limlarda Brahim Diaz va Arda Gülerni maydonga tashladi. Real Sociedad ustozi esa aksincha jamoaning asosiy yetakchilari Takefusa Kubo va Mikel Oyarzabalni zaxiraga oldi. Ekstra taymlarda xuddi Ispaniya Kubogining nimchorak finaldagi Celta singari Real Sociedadga ham jismoniy kuch yetishmadi. Tashabbusni qo'lga olgan mezbonlar 115-daqiqada burchak zarbasidan so'ng yana bir bor gol urishdi. Bu telbanamo o'yinga Antonio Rudigerdan boshqasi nuqta qo'ymasa ham bo'lmasdi. Shu tariqa Real Santiago Bernabeuda o'tgan o'yinlar ichida qayd etilgan eng jangovar durangga imzo qo'yib, o'z tarixida 41-marotaba Ispaniya Kubogi finaliga yo'l oldi. Uchrashuvdan so'ng Real Sociedad sardori o'yin haqida qisqacha fikrlarini bildirib o'tar ekan, Real haqida shunday dedi: "Siz bu jamoa bilan bahsda bitta to'p ustunligini saqlab tura olmaysiz. Ularni to'liq tamom qilishingiz kerak. Aks holda ular qaytaverishadi." Uchrashuvdan so'ng Real ustozi Carlo Ancelotti ham o'yindan keyingi matbuot anjumanida qatnashdi va jurnalistlar savollariga javob berdi. "Carlo, o'tgan o'yindan keyingi taassurotlaringiz qanday? Jamoangiz juda ham emotsiyalarga berilib ketgandek tuyulmadimi? Menimcha bu gollar va xatolarga boy, tomoshabob o'yin bo'ldi. O'ylashimcha biz o'yinda kuzatilishi mumkin bo'lgan ko'plab holatlarga guvoh bo'ldik. Ular ichida pozitiv lahzalarni o'zim uchun ajratib oldim. Eng asosiysi vazifa uddalandi. Biz yana finaldamiz. Oldingi yurishda davom etishimiz lozim. Mavsumning bu qismida o'ylab o'tirishga vaqtimiz yo'q." Carlo, bu jamoangizning joriy mavsumdagi 50-o'yiniga aylandi. Futbolchilaringizning jismoniy holatini qanday baholaysiz? O'ylashimcha, biz jismoniy tomonlama yaxshi holatdamiz. Qo'shimcha taymlarda yaxshi harakat qildik. Zaxiradan tushgan tetik o'yinchilar jamoaga o'z hissalarini qo'shishdi. Asosiy tarkibda o'yinni boshlaganlar esa oxirigacha turib berishdi. Vinicius, Rodrigo va Bellingham qoyilmaqom o'yin ko'rsatishdi. O'ylashimcha, bu o'yinda biz raqibimizga nisbatan ko'proq zaxira kuchimizni saqlab qola oldik. Carlo, bu 8 ta gol urilgan telbanamo o'yin bo'ldi. O'yin davomida musobaqadan chiqib ketishingiz mumkinligi haqida fikr keldimi? Yo'q. Men bu haqida umuman o'ylaganim yo'q. Men chiqib ketishimizni umuman o'ylamadim. Bernabeuda hamma narsa bo'lishi mumkin. Ayniqsa mana shunday atmosferada o'tadigan o'yinlarda. Hisobni qisqartirish kerak bo'lgan lahzalarda biz hech qachon taslim bo'lmaymiz. Bunday o'yin davomida bizni muxlislar qo'llab-quvvatlashadi. Shuningdek, muhit ham bizga yordam berdi. Biz har qanday holatda ham o'yinga qo'l siltamaymiz. Ayniqsa bu o'z maydonimizdagi o'yinlar bo'lsa. Bugun tunda Ispaniya Kubogining 2-yarim final o'yini bo'lib o'tadi va unda Atletico Barselonaga qarshi bahs olib boradi. O'yinda qanday hisob qayd etiladi deb o'ylaysiz va finalga kim chiqadi? O'z taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring.